Suriyadagi Uyg'urlar masalasi haqida Asad Hasan Shayboniyninki Xitoy ziyorati jarayonida Vangyi bilan ko'rishgan vaqtda chiqqan xabar g'ulg'ula qo'zg'adi albatta. Qaytirdigan to'yz Uyg'urni u degan. Darhol ham Suriya hukumati buningki asossiz ekanligini bildirgan bo'ldi. Lekin bu yerda Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisining axborotga qarasak, Vangyi bilan ko'rishgan nimada uchrashuv davomida Xitoy Suriya munosabatini yaxshilash, bir-birini ochishga ishg'olashmasligi kerakligi, shundaqla Turkiston islom harakati bo'lsa, BDT tomonidan xalqaro terrorlik tashkiloti deb tanilgan Suriya tarafi hech qanday bir organning Suriya zaminidan foydalanib Xitoyning manfaatiga zarar yetkazishga ruxsat qilmaydi u bu degandek narsalarni o'sha va'di deb Xitoy shunday badi hamda. Sizlar ham keng bir analiz e'lon qildinglar shu vaqtida Uyg'ur tadqiqot institutida. Shu vaqtdagi o'tirg'i chiqqan nupuzliq bir axborotdan Reuters'dan chiqqanligi uchun bu g'ulg'ula qo'zg'agan bir masala bo'ldi hamda. Oldimizdagi yillarda yoki bosqichda nimalar bo'lishi mumkin masalan bu vaqtda? Bu g'alati bir ahvol bo'ldi. Bu AFP'ninki Fransa xabar agentininki muxbiri nima Suriya hukumatining ikki kishi bilan ko'rishgan vaqtida Xitoy shu 400 odamni istaydi-ki bu degan gapni debdimish. Bu gap chiqib bo'lguncha bu Suriya hukumati unda bir gap yo'q, unda bir so'z yo'q dedi. Endi shunda bir gap yo'qli deyli. Yolg'on deyli. Tugidi. Agar yolg'on bo'lmagan bo'lsa, nima degan gap? Bu gap bikaga o'tirib chiqdimi? Fransiyaningki bu AFP bu xabar ajansining xalqaro inovatli bir yer, bir ajans. Xabar markaz. U pek ishonchli bo'lmagan xabarlarni bermaydi. Mushu jihatdan o'ylagan chog'da bu 400 odam masalasi mavjud deb qo'yaylik. Yo'q deganni qayirib qo'ydik. Bor bo'lib qolsa deganni analiz qilyapmiz. Undaqda bu 400 kishiningki gapini kim tarafdan deyildi? Yani Suriya hukumati tarafimi, Xitoy tarafimi? Xo'sh. Yani Xitoy tarafi mushu 400 mushu Uyg'urlarni men senga mushu mablag' solaman. Mushu Suriyani yangidan qurib chiqish jihatda men yordam qilaman deb. Ama karşılığında mushu 400 odamni deb mandat edimi? Yoki Suriyadagi amaldorlar biz sizlarga 400 odamni beraylik, sizlar mablag' saylanlar dedimi? Degan masala mi chiqdi hamda savol. Xo'sh. Agarda bu rost bo'lib qolgan bo'lsa, AFP'ning bergan xabari rost bo'lib qolgan bo'lsa, mencha bu gapni shu Xitoylar chiqargan bo'lsa kerak. Birinchisi bu hozirgi yangi Suriya hukumatining pozitsiyasini o'lchash, tomonni tutib beqish. Yani nima deydi u? Çünkü 400 adam degan vaqtida bu bekla butun bir son. U yerda deganda 10 minglarcha odam bor. 400 odam bu sonni nima uchun bunda bir butunning ichida deysa. Agarda men yolg'izlar terroristlarni olib ketaman deb tirnoq ichida bo'lsa, bu 372 bunda bo'lmamdi. Nimishki bu? Demakki sinab yiqish uchun yo'qlab nima tomo tutib baqqan bo'lishi mumkin, ya'ni qanday inkos bildirdi deb. Xo'sh. Suriya hukumati inkosini darhol berdi. Unda gap yo'q debchi. Shuningga bu ehtimol Xitoy tarafdan deyildi deb o'ylayapman. Ya'ni Xitoy bu Uyg'urlarni bermasang men senga yordam qilib bermayman degan bir nimani signalnoma bergan bo'lishi mumkin. Shuningga bu Tashqi ishlar ministri Shayboniyninki Xitoy ziyoratidan keyin yolg'izlar niyat bilan munosabatli gaplarimiz. Munosabatni yaxshi qilamiz, anda qilamiz, manda qiladi, sizlar anda qilamiz, boyasiz degandek. Ammo Suriyaga manchilik mablag' solamiz. Suriyaga manchilik nima?
texnologiya ekilimiz. O bu iniq narsalar tig'i yo'q. Yani aynen şu Afganistan'a nurgun sözünü berip, Afganistan'a ameliy jihatda tiqib bermaganga o'xshash Xitoylar. Xo'sh. Tabii Xitoy nima uchun bu Uyg'urlarni akitman deydi? Aketgandan keyin shu o'n minglarcha insonni akatsamamdi. Nima uchun to'yuz? Bu aslında agarda mushlar g'ulg'uli yarata olsam, chet eldagi Uyg'urlarni qo'rqitalayman, sen nega qochib qolsang, men shu yerdan seni tutib kelalayman degan uchunni bermoqchi. Xo'sh. Xitoyninki bir kinosi bor bo'laqa urushqa beradigan, Janlang degan bir kinoda. O kinoda ma shunday qilib nima Shimoliy G'um liderini Chechenni qo'g'lab tutib uni o'ldirgandi. Undan keyin Xitoy komutanı Chingtangni unda bir so'zi bor. Junhwaga chekingan har qanday bir kishi bo'lsa, nega qochib ketgan bo'lsa, shu yerda o'ltiralaymiz deb. U kinoda mushu gapni takrorladi-da. Shuningga bu xalqaro mushu Xitoyning diplomasiyasini urushqa bo'ra deb ash kinoda ash so'zdan kelgan bir so'z hamdi. Yani demek ben eğer töz adamını eklersem chet eldagi Uyg'urlarning yurgini siqalayman. Xo'sh. Nereden bulsam tutun. İkincisi memleketinin içindeki Uyg'urlarıma bir agalandırış. Yani senin sırt chet eldagilar sizlarga sahip chiqqanlar mana alimi shu. Buni Taylandda bir qitim qilib oldi. Taylanddagi Uyg'urlarni. Xo'sh. Bu Xitoy chetda mushtab bir manfaatlar bor edi. Hemsini eketse qanday oldu. Hazır hem de Suriye'deki Uygurlar hem de bu Suriye grajdanı. Hükümette orun aldı. Yani bir devlet, gerçi bularına yeni asas kanun çıkmadı da, asas kanunun ki mühim bir maddesi, şu grajdan tevab olan grajdanlarının hemmisinin ki xavfini qo'g'dashma. Bunun için xalqaro kanunlar var. Her qanday bir devlet, yani bir devletinin ki o grajdanını xalqanca istigil bo'lmaydi. O ma'ni bilan. Eğer de bir senin devletinin adam o A devletga qochib ketgan bo'lsa, eğer de o bir cinayetçi bo'lsa, adam o'ldirgan yo o'g'ri yamchiqchi qilgan boshqa siyosiy sebepten qochib ketgan bo'lsa, uni mi qaytib eklamaysa, xalqaro qonun bor. Ruxsat bermaydi. Shunaqa Suriya hukumati mi bermaydi ruxsat. Yani Xitoyga ondan ruxsat bermaydi. Şununla bu iki taraf arasında hem de Uygur meselesini müzakere kılışkı başladı desek oldu. Bu meselenin hem bu Uygur meselesi iki devletinin ki münasebetiga kirgan oldu ve iki münasebet devam kılgan sırı Uygur meselesi devamlı üstelinin üstüde turdandı. O da o nimedeki dek Afganistan'da boğandaki. Yani Suriye'deki Uygurlama grajdanlığını hemmisi iliş lazım. Ve Suriye'nin ki terakkiyetiga, iqtisod terakkiyatiga to'pi qo'shish, Suriye'nin ki yeni bir Suriye oluşu için o'zining to'pisini qo'shish ve o'zining ki haklarını qo'g'dash için bu qurmoqchi bo'lgan yoki müzakere kılıvatkan bu asas kanunga özününki bazı menfaat bilan munosabatli moddalarini mi kirgizishga tirishmak lazım. Qandayli bo'lmasa, hozirgi Suriye hükümeti Uyg'urlarga ko'ngil bo'lgan taqdirdami, vaqt uzigan siri boshqa xalqlarmi, boshqa siyosiyonlarmi Suriyani boshqurgan vaqtida balki Uyg'urlarga ziyon bergan ahvollarmi bo'lib qilishi mumkin. Buni bu 20-30 yilda kimki gapni davotimi? Suriyami necha xil millatlardan tashkil topgan, ham din jihatdan farqlilik bor, ham da etnik jihatdan. Xo'sh. Shuningga bu Xitoy Uyg'urlarni terrorist da'vosi nemishga qo'g'daysa deydigan odamlarmi chiqishi mumkin. Shuningga uning oldini olish uchun grajdan bu muhim. İkincisi şu müzakere kılıvatkan asas kanun ve başka kanunlarda özünün hakkını qo'g'daydigan bazı maddelarni kirgizishga tirishmak lazım değil mi? Bu vaqtida Xitoy hiç alamaydigan bo'ldi.
Yani Xo'sh. bu vaqtda da texmi Xitoyninki haqiqiy siyosati ishga yarmagan bo'ldi. Uyg'urlar texmi o'ziga bo'lgan ishonchi texmi kuchli deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat.